Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshida kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiya Qozonchi. Saodat asri 2-kitob 30-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ziyoratga kelganlar bilan ko'rishdilar. Madinani aylangani ko'chaga chiqdilar. O'rin bo'ldi deguncha do'stlarga islom dinini ahkomidan og'iz ochardilar. Bu orada Yahudiy olimlarining kattalaridan Abdulloh ibn Salom ham Rasulullohning suhbatlarini eshitib qoldi. Ey insonlar! Oralaringizda salomini va salomlashishni yo'lga qo'ying. Mehmonlaringizga ikrom ko'rsating. Qarindosh urug'ingizga hurmat bilan muomala qiling. Hamma uyquga ketsa siz ham Allohga ibodat qiling. Salomatlik ila jannatga kirgaysiz der edilar. U zot so'zi go'zal, dilbar, nutqi viqorli bir shaxsiyat edilar. Abdulloh u yerdan ketar ekan, ichida tipirchilangan bir tuyg'u tilga kirdi. Bu chehraning egasi yolg'onchi bo'lolmaydi. O'sha kecha Huyay va Abu Yasir ismli ikki Yahudiy aka-uka uylariga so'lg'in bir holda qaytishdi. Boshlari egik, qo'llari tolg'in, iyaklari osilib ketgan, go'yo dahshatli bir narsa ro'y bergandek, yo biror noxush xabar olgandek yoki haqoratlangandek edi. Huyayyaning qizi Safiya har oqshom otasining yo'ldayoq qarshilar quchog'iga otilar edi. Bu oqshom ham uzoqdan ko'riboq chopqillab keldi, ammo otasi go'yo hech narsa ko'rmaganday yonidan o'tib ketdi. Ichkariga kirishdi, sassiz sadosiz o'tirishdi. Vaqt xiyla o'tdi, lekin ko'zlaridagi so'lg'inlik o'zgarmadi. Nihoyat Abu Yasir tilga kirdi. Boshini ko'tarmasdan yerdan ko'zini uzmay so'z boshladi. Seningcha o'sha odam haqiqatdan shumikan? Huyay g'amgin, kin aralash ohangda javob qildi. Aslo shubham yo'q. Mutlaqo o'sha. Ya'ni uni taniding, a? Aminmisan shunga? Ha. Xo'sh, endi nima qilish kerak deb o'ylaysan? Biror fikring bormi? Dushmanlik va kin, dedi Huyay. To o'lgunimcha o'ligim bilan mozorga kirmagunimcha kin va dushmanlik qilaman. Shu yerda gapi uzildi. Safiya ham bu gaplarni eshitdi, lekin hech narsa anglamadi. O'lgunicha dushmanlik qilinadigan odam kim edi? Uni gunohi ne? Otasiga, amakisiga yoki oila a'zolariga nima yomonlik qilgan u? Kim bu ota? Otajon, bizga nima yomonlik qildi? Safiyaning ko'zlarida shu savollar yozilgan edi. Bu ko'zlar bir oz so'ngra amakisiga ham tikildi, ammo javob topmadi. Otasidan, amakisidan sado chiqmadi. Qani qovoqlari ochilsa, aksincha tishlari g'ichirlar, hamon huzursiz bir holatda edilar. Safiya bu vaziyatda biron javob olish imkoni yo'qligini angladi. Oradan kunlar o'tdi. Safiya uylariga kelgan bir necha Yahudiy bilan otasining suhbatlarini eshitib qoldi. Tushunishicha, shaharlarga bir payg'ambar kelgan. Makkada uni sig'dirmaganlari uchun Avs va Hazraj qabilalari uni bu yoqqa taklif qilishibdi. Hozir Bani Najjor mahallasiga o'rnashgan emish. Mehmonlardan biri, ko'pdan beri kutayotganimiz payg'ambar shu emasmi, dedi. Huyay yuragi siqilgan holda, ha, o'sha, dedi. Nimaga unda jim turibmiz? Nega darhol iymon keltirmayapmiz? Qachondan beri arablarni u bilan qo'rqitayotgan edik-ku? Huyay unga anqovlik qilma deganday ma'noda, bu odam Harun payg'ambarning naslidan emas, ya'ni sen o'ylayotgan yahudiylardan emas. Biz esa o'z naslimizdan, dinimizdan bo'lgan payg'ambarni ketidan ergashgaymiz, dedi. Shivir-shivir shu tariqa davom etdi. Asad ibn Zurora kelganini xabar qilishgan edi. Nabiy akram sollallohu alayhi vasallam uni eshikda kutib oldilar. Marhamat, ey Asad, ichkari kir. Asad bir sadr keltirgan ekan.
Shunga ishora qilib, buni siz uchun yasattirdim, ey Allohning rasuli. Ustiga yotib istirohat etarsiz devdim, dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chehralariga quvonch alomatlari indi. Hadiya Rasulullohni sevintirgani ko'rindi. Asadning ko'zlari yoshlandi. Sayyidul Anbiyo hazratlarini bunday arzimas xizmatga shu qadar mamnun bo'lishlarini kutmagan edi. Ammo payg'ambarimizni xursand qilgan narsa moddiy qiymati jihatidan arzimas bo'lmish sadr emas, balki uni yasatib hadya qilgan insonning samimiyati va nozik tuyg'usi edi. Sadr saj daraxtidan yasalgan xurmo novdalari ila to'qilgan, ustiga bir bo'yra solingan, samimiy bir xolis niyatda qilingan bu hadyadan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqiqatdan juda ham xursand bo'lgan edilar. Shu kundan e'tiboran to umrlarini oxirigacha Asaddan aziz esdalik sifatida shu sadrda uxladilar. Abu Ayyub bilan xonimi xonadonni muborak mehmoniga taom tayyorlab dasturxon tuzashar, ortgan qismingni barokat qilib o'zlari yeyishar edi. Boshqa mo'minlar ham qarab turishmadi. Ular ham pokiza niyat ila ovqatlar tayyorlab Abu Ayyubning uyiga keltirishar. Alloh roziligiga erishish umidida sarvari anbiyoga tortib qilishar edi. Ilk safar 10 yo 11 yoshlardagi bir bola taom keltirdilar. Ey Allohning rasuli, bu ovqatni onam berib yubordilar, deya ma'sum ko'zlarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tikib ostonada turib qoldi. Oting nima? Deb so'radi Rasululloh. Zayd ibn Sobit. Ertangi kunning buyugi Zayd Allohning kitobini ilk bor rasman qog'ozga tushirib, islom ummatiga abadiy xotira qoldiradigan Zayd Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari orasida Hazrati Abu Bakr va Umardan raziyallohu anhudan ilk bora Qur'oni Karimni bir joyga to'plash, yozish vazifasini olishga loyiq ko'rilgan Zayd. So'nggi nafasigacha bu saodat tojiga dog' tushirmay yashaydigan va ertaga Robbil Olamin huzuriga xatla bitilgan ilk Qur'on ila boradigan sharafli inson edi u. Keltirgan ovqati sutga non to'rg'a va sariyog' solib tayyorlangan taom edi. Zayd u yerdan qalbi mehriga to'lib qaytdi. Ketidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning rahmat va barokat ila tilab qilgan duolari oliy devonga yetkazildi. Yaxshi bor Zayd, asrlar davomida senga ko'ngil to'la hurmatlar va salomlar yetib tursin. Payg'ambarlar imomi sollallohu alayhi vasallam bismillah deb endi taomga qo'l cho'zgan ham edilarki, Sad ibn Utoba trit bilan qaynatma go'sht olib kelib qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Ayyubning uyida ekanlar, hamma qo'lidan kelganicha izzat ikrom qilgisi kelar, payg'ambarlarga xizmatlarini taklif etishar, Allohdan rahmat va barokatlar tilashar edi. Bir kuni Abu Ayyub idishni olgani kirib, xonimi tayyorlab bergan sarimsoqli taomga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'l tekkizmaganlarini ko'rdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam izoh berdilar. Ichida sarimsoq bor ekan. Abu Ayyub payg'ambarimizning nima demoqchi ekanlarini to'la tushunmadi. Sarimsoq harommi, ey Rasululloh, deya so'radi xavotirlanib. Yo'q, ammo men yemayman. Chunki men sen ko'rmaydigan va gaplashmaydigan Jabroil Amin bilan ro'para so'zlashaman, dedilar. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dasturxonlariga piyozli va sarimsoqli ovqatlar qo'yilmadi. Hijrat safari chog'i O'rkachida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni keltirgan tuya mutlaqo bir farishtaning buyuk bir ehtimol ila Jabroil Aminning irodasi ostida edi. Kelib cho'kkan joyi esa koinot egasi tarafidan Masjidi Nabiy sifatida tayin etildi. Buyuk Mavlo payg'ambarlar imomining sollallohu alayhi vasallamning shu yerda ibodat qilishini, muborak vujudining shu yerda qolishini xohlagan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni Madina kattalariga tuya cho'kkan maydonni ko'rsatib, masjid qurish uchun sotib olmoqchi ekanliklarini aytdilar. Muoz ibn Afro: bu yer mening himoyamdagi Sahal va Suhayl ismli ikki yetim bolaga qarashlidir. Men ularni ko'nglini olaman.
bu yerni esa Alloh rizosi uchun beraman dedi. Bu taklif qabul etilmadi. Madinaliklarning hatto maydon egalari bo'lmish yetim bolalarning samimiy takliflari ham rad etildi. Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhudan qarz olib yerni haqqini berdilar. Shunday qilib Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam bir masjid qurish uchun ozgina yerni ham pullariga sotib oldilar. Muoz ibn do'stlarning taklifiga moddiy jihatdan rad etildi, lekin ish bu bilangina bitmas edi. Shundan bu yog'i endi qalblarning asroridan voqif bo'lgan buyuk Mavloning yo'rig'i bilan boshqariladigan ma'naviyat olamidagi muomala unga ko'ra yuritiladigan bo'ldi. Alloh taolo bu taklif egalarining maqsad g'oyalarini bildirdi. Maydonni bizdan hadya sifatida qabul eting deyotganlar bu so'zlarni til uchida aytyaptilarmi yoki chin ko'ngildan aytyaptilarmi? Takliflariga oliy devonda shu tomonidan qaraladigan, shu jihatdan baho beradigan bo'ldi. Masjid quriladigan maydonda bir necha tup xurmo bor edi, kesildi. Ilgari u yerga ko'milgan bir ikki mushrik qabri ochilib, suyaklari boshqa joyga ko'chirildi. Yer tekislandi. Bir yonda g'ishtlar qo'yila boshladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinani sharaflantirgan ilk kunlarida musulmon bo'lganlardan biri Ummu Sulaym xonim edi. Eri Molik islomni qabul etmadi. 10 yoshga kirgan bosgan bir o'g'illari bo'lib, ismi Anas edi. Ummu Sulaym yolg'izligini, Anasni ham islomga kirishini istardi. Haqiqiy ma'noda odam bo'lishini orzu qilardi. Shu sababdan unga shahodat kalimasini ayttirishga, Muhammad Allohning quli va elchisi ekanligiga ishontirishga harakat qilardi. Eri Molik bundan norozi edi. O'zi Ummu Sulaymaning musulmonligini qabul etganiga qarshi endi o'g'ilchasini ham shu yo'lga yetaklayotganini sabr kosasini to'ldirdi. O'g'limning e'tiqodini buzma dedi. Xotini bunga javoban men uning e'tiqodini buzmayapman dedi. Eri xotin orasida chiqqan murosasizlik oxiri borib janjalga aylandi. Baqir chaqiruv so'kishlardan keyin Molik uydan chiqib ketdi. Ittifoqo yo'lda bir dushmaniga duch kelib urushib ketishdi va Molik halok bo'ldi. Anas yetim, Ummu Sulaym beva qoldi. Ummu Sulaym islomni qabul qilishga qattiq qarshilik ko'rsatdi. Erining o'limiga ko'p mahzun bo'lmadi, faqat bundan buyon dinini buyruqlarini bemalol ado qiladigan bu masalada unga hech kim to'sqinlik qilmaydigan bo'ldi. Bu orada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tutingan o'g'illari Zaydni Abu Roif degan bir madinalik bilan qo'shib yo'lga chiqardilar. Ular Makkaga borib, u yerda qolgan bola chaqalarini olib kelishlari kerak edi. Abdulloh ibn Salam Makkadan kelgan aziz mehmonni bir martagina ko'rgan, suhbatini olgan, qalbida kenglik va rohat his etgan edi. Bir muddat kutdi, taraddudlandi, ammo kunlar o'tgan sayin u zotga tobora yaqinlik sezaverdi. Bugungi ishni ertaga qo'ymaslik kerak. Ayniqsa bunday muhim bir masalaga loqaydlik qilish yaxshilik keltirmaydi. Otasini va bobosini eshigini qoqib, qani yuringlar endi degan ajal bilan bir kuni kelib qolsa, ey voh degan bilan ish bitmaydi. Qabohat faqat o'ziga oid bo'ladi. Qat'iy qarorga kelish uchun bir borib ko'rishing kerak. Ey Ibn Salom dedi o'ziga va o'ychan odamlar ila yo'lga tushdi. Anchadan beri so'nggi payg'ambarning huzur etishi kutilmoqda edi. U zot Madinaga ko'chib kelmaslaridan oldinroq juda ko'p sifatlarini Tavrot orqali tanidi. Shaharga kelgan kunlari uni olomon orasida ko'rdi. Qalbida bunday odam yolg'onchi bo'lmaydi deya qanoatlandi. Ikkinchi bor ko'rganida, bu so'zlarni eshitganida bu qanoati yanada mustahkamlandi. Qabiladoshlari bo'lmish yahudiylarning bu ishga qarshi chiqqanlarini ham bilardi. O'zlaridan bo'lmagan payg'ambarga ikki dunyoda ham ishonmasliklari aniq. Bir necha yil avval Tavrotni o'qigan otasi Salomni chiqaradigan bu payg'ambar Horun avlodidan bo'lsa, unga iymon keltiraman va uni qo'llab-quvvatlayman, aks holda inkor etaman degani hanuz xotirada. Ehtimol otasi bu so'zni o'g'liga ertaga tutishing lozim bo'lgan yo'lni o'rgatish uchun so'zlagandir.